Va assalomu alaykum hammaga. Mana bizda kechga tomon ish qizg'in davom etmoqda. Trektor mashinamizga metan, Cobalt metan. Bu trektorga metan qo'yildi, dinamik qo'shish sistema qo'yapmiz. Bunga metan, sanetka propan qo'yapmiz. Original jihozlardan Nexia 1 ga metan yech propan qo'yapmiz. 65 talik balon Belarusga. Upakovka Belarusga balon 26-yilda chiqqan. Atika reduktorlar bilan sanetka. Bu da Yevropaga o'xshagan. Nordik italyanskiy reduktor bilan dual jet miya. Akkurat qilib propan joylab beryapmiz. Orqa qismiga mana Belarusga balon upakovka originali 4,5 million so'mga sotib beryapmiz. Bunga metan yech oldik. O'rniga propan qo'yib beryapmiz. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin.